Nikolas Blek. Turmush qurgandan keyin ba'zida pornografiya filmlar ko'rishning nimasi yomon? Tom odamovi bo'lib, tez-tez asabiylashar, kechqurunlari ko'pincha kompyuter qarshisida vaqt o'tkazar edi. U har doim qiladigan ishlarim juda ham ko'p deb takrorlardi. Jenny uning notebookidan pornografik veb-saytni ko'rib qolmagunicha turmushlarida qanday muammo borligini bila olmayotgan edi. Jenny o'zini majburlab bir nechta suratni ko'rdi, ammo atigi bir nechta suratni ko'rgandan keyin munosabatlardagi muammolar haqidagi savollariga javob topdi. Tom ayoli Jennydan ko'ra ko'proq pornografiyaga qiziqardi. Matthew hayron edi. U Melanie yozgan yozuvlarni qayta-qayta o'qidi, lekin hech nimani tushunmadi. Melanie boshqa bir erkakni topganini va u bilan birga bir necha 100 kilometr uzoqqa ko'chib ketayotganini yozgan edi. U sevilishini istashini, Matthew esa buni bera olmaganini ham yozgandi. Melaniening yangi munosabati chat orqali gaplashishdan boshlanib, yashirin tarzda u uchun eng muhim narsaga aylandi. Matthew o'ziga nima bo'lganini payqamadi. U yozuvlarini o'qib, Melaniening ketib qolganini bilmagunicha nima bo'lganini anglamagan edi. Oilalar ko'plab sabablarga ko'ra buziladi, ammo so'nggi 10 yilda yangi va xatarli tendensiya paydo bo'ldi. Ajralishga olib keladigan oilaviy kelishmovchiliklarning o'sib borayotgani sababi juftliklardan birining pornografiyaga berilganidir. Pornografiya tasvirlar, videolar, chatlar, web kameralar va boshqalardan iborat bo'lishi mumkin. Ammo ularning barchasida bitta umumiy jihat bor. Ular ko'p yillik ishdan va kundalik ishlardan charchagan, ehtimol hafsalasi pir bo'lgan er yoki xotinni oxir-oqibat butun e'tiborni jalb qiluvchi fantaziya olamiga yetaklaydi. Vaqt o'tgani sayin ular jinsiy qaramlikka asoslangan axloqning fantaziyalari va illyuziyalari uchun hayotdagi haqiqiy narsalardan kechishga ham tayyor bo'ladilar. Jinsiy mazmundagi materiallarni yashirincha ko'rish imkoniyatini beruvchi internetning rivojlanishi jinsiy axloq hamda nikohning asl ko'rinishini o'zgartirib yubordi. Garchi jinsiy gunoh har doim nikohning buzilishiga sabab bo'lib kelgan bo'lsa ham, internet uni uyning asosiy eshigidan olib kirdi. U esa uyda yashirinib, nikoh poydevorini buzdi va nikohni barbod qildi. Pornografiya uygacha kirib kelsa, nima bo'ladi? Bu narsa er-xotinning munosabati hamda jinsiy hayotiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Garchi madaniyatimiz pornografiyaning salbiy ta'siri haqidagi har qanday gaplarni tobora ko'proq rad etayotgan bo'lsa ham, haqiqat shundaki, u siz o'ylagandan ham halokatli va zararlidir. Turmushingizda hammasi fosh bo'lib, ajralishgacha yetib borishidan avval pornografiyaning munosabatlarga yetkazadigan zarari haqida bilishingiz kerak. Agar pornografiya turmushingizni buzayotganini sezsangiz yoki shunday gumonda bo'lsangiz, o'zgarish uchun hech qachon kech emas. O'zgarish tomon qadam tashlashning usullaridan biri pornografiya sizga va boshqalarga qay darajada zarar berganini haqqoniy o'rganib chiqing. Ba'zan e'tiborimizni tortish uchun Xudo turli ogohlantiruvchi belgilardan foydalanadi. Pornografiya turmushni buzadigan va oxiri barbod qiladigan asosiy 4 ta yo'l bor. Birinchi yo'l. Pornografiya jinsiy aloqa uchun Xudo belgilagan go'zallikni yo'q qiladi. Sog'lom turmush yaqinlik asosida quriladi. Odam-ato va momo Havo ikkovlari ham yalang'och edilar, ammo uyalmas edilar. Bu so'zlar nafaqat jinsiy lazzatni, balki yaqin munosabatni ham tasvirlaydi. Ular bir-birlaridan hech narsani yashirmasdilar. Ular bir-biriga nisbatan ochiq va samimiy edilar. Ular boshqa hech bir juftlik bilmaydigan darajada bir-birini bilishardi. Gunoh inson qalbiga kirib kelishidan avval ular jinsiy aloqaga Xudoning maqsadi bo'yicha qarashgan,
ya'ni ikkalasi ham bir-birini mamnun qilishga intilgani uchun jinsiy aloqa yoqimli bo'lgan. Xudo ularga munosabatlarni mustahkamlash vositasi sifatida jinsiy aloqani bergan edi. Ammo dunyoga gunoh kirib kelganidan keyin odam ato va momo Havo o'rtasidagi mukammal yaqinlik barbod bo'ldi. Xudo jinsiy aloqani shunchalik qudratli tajriba qilib yaratgani uchun jinsiy aloqaga nisbatan xavfsiz nikoh chegaralari kerak edi. Jinsiy yaqinlik ikki inson o'rtasida bir zumda paydo bo'lib qoladigan jarayon emas. U yillar davomida shakllanib boradi, chunki er-xotin muammolarni birgalikda hal qilishadi. Aynan mana shuning uchun Sulaymon hikmatlari 5-bobda ota voyaga yetgan o'g'liga yoshlikdagi xotini bilan o'tgan yillarni esga olishini aytadi. U duch kelgan odam bilan jinsiy aloqa qilmasligi uchun o'sha yillarni va tuyg'ularni unutmasligi kerak. Jinsiy aloqa beradigan lazzat nikoh chegarasi ichida uzoq yillar davomida o'zi bilgan va sevgan xotini bilan yaxshiroq. Bu haqda Sulaymon hikmatlari kitobi 5-bob 18-19 oyatlari bayon etadi. Sening bulog'ing duoyi barakatli bo'lsin va yoshligingdagi xotining bilan quvongin. U sen uchun sevimli kiyik, jozibali ohu bo'lsin. Uning ko'ksi seni hamma vaqt qondirsin. Uning muhabbati seni doimo maftun qilsin. Xudo jinsiy rohatni nikoh ichida bo'lishi uchun yaratgan hamda uni o'sib boruvchi ruhiy va hissiy yaqinlikning asosiy ifodasi sifatida qadrlaydi. Biroq juftingiz bilan Xudo yuqori darajada qadrlaydigan jismoniy yaqinlik pornografiyaga berilishingiz bilan qattiq zarar ko'radi va oxir oqibat barbod bo'ladi. Ikkinchi yo'l. Pornografiya sizni faqat o'zini o'ylaydigan xudbin qilib qo'yadi. Masihiy maslahatchilardan biri aytganidek, pornografiya tomosha qilish onanizm bilan shug'ullanish demakdir. Boshqacha aytganda, pornografiya tomosha qilganda bundan nima olishingizni anglatadi. Gap sizning fantaziyalaringiz, lazzat olishingiz hamda ehtiroslaringiz haqida ketmoqda. Ayollar va erkaklar sizning nafsoniy lazzatingiz uchun shunchaki shahvoniy obyektga aylanadilar. Ekranda ko'rinib turgan odamlar, ularni tomosha qilasizmi yoki ular bilan web kameralar, yozishmalar yoki chatlar orqali faol aloqada bo'lasizmi, ular sizga lazzat bag'ishlash uchungina mavjud. O'z tabiatiga ko'ra rivojlanishi uchun vaqt talab etadigan haqiqiy yaqinlik xudbinona fantaziyalarning tezkor zarbalari tufayli barbod bo'ladi. Pornografiya tomosha qilish yoki unga berilish oqibatida juda muhim haqiqat e'tibordan chetda qolib ketadi. Siz muloqot qilayotgan inson aslida haqiqiy emas. Siz ham haqiqiy emassiz. Chunki sizlarning munosabatlaringizning asosi mutlaqo yolg'ondan iborat. Haqiqiy hayotda va haqiqiy munosabatlarda siz yaqindan tanib bilishni istagan, jumladan sizni ham yaqinroq bilishni istaydigan kimdir bo'ladi. Pornografiyaning fantaziyasi shundan iboratki, siz kimdir sizga qiziqishiga va sizni xohlashiga ishonasiz, lekin achchiq haqiqat shuki, aslida siz yolg'izsiz. Fantaziyalarga ko'proq berilganingiz sayin yolg'iz ekaningizni unutasiz. Ammo jinsiy qoniqish olganingizdan keyin yolg'izligingizni darrov his qilasiz. Qarshingizdagi kompyuter ekrani bilan yolg'iz qolgan paytingizda odamlardan ajralib qolganingizni yanada chuqurroq his qilasiz. Siz yuragingiz orzu qilgan yaqinlikni barbod qiladigan mana shunday xudbinona ishlarni qayta qilgan shaxs sifatida o'zingizni kamsitasiz. Pornografiya aralashgan turmushingiz haqiqiy hayotdagi jinsiy munosabatingizga ta'sir ko'rsatadi. Avvallari yoqimli va huzurbaxsh bo'lgan narsa, garchi har doim ehtirosli bo'lmasa ham, kompyuter ekranida ko'rganlaringiz bilan taqqoslaganda zaif va qoniqarsizdek tuyuladi. Aslida nafaqat sizning jinsiy hayotingiz zerikarli va yoqimsiz bo'ladi, balki butun turmushingiz o'z ma'nosini yo'qotadi.
Buning o'rnini to'ldirish uchun o'z juftingizga siz kompyuter ekranlarida ko'rgan odamlar kabi faqat sizning jinsiy ehtiyojingizni qondirishi shart bo'lgan shahvoniy obyekt sifatida qaraysiz. Jinsiy aloqadan boshqa paytlarda juftingizga yaqin bo'la olmasligingizni his qilasiz. Jinsiy aloqa birinchi o'ringa chiqib qoladi. Boshqa munosabatlaringizni esa qishki osmon kabi qora bulut qoplaydi. Pornografiya tomosha qilish odatingiz kuchaygani sayin juftingiz bilan kechadigan jinsiy hayotingiz shunchaki onanizmga aylanib qoladi. Garchi bunda boshqa bir inson ishtirok etsa ham. Nima uchun? Chunki sizni faqat o'zingizning jinsiy qoniqishingiz va lazzat olishingizdan boshqa narsa qiziqtirmaydi. Endi sizda juftingiz bilan haqiqiy yaqinlik yo'q. Siz shunchaki o'zingiz istagan narsani olish uchun undan foydalanasiz xolos. 3-yo'l. Pornografiya sizni juftingizdan va oilangizdan ayiradi. Pornografiyani qancha ko'p tomosha qilsangiz, turmush o'rtog'ingizga Xudoning maqsadi bo'yicha munosabatda bo'lishga shunchalik kam harakat qilasiz. Chunki kimgadir g'amxo'rlik qilish istak va harakatni talab etadi. Pornografiya esa aksincha hayotning cheksiz tashvishlaridan, ayniqsa turmushning ajralmas qismi bo'lgan tashvishlardan qutulish usuliga aylanadi. Gunohga botgan bu dunyoda yashash og'ir. Yaxshi turmush nafaqat bo'ronlarni yengib o'tishga, balki o'sha bo'ronlarda o'sib ulg'ayishga ham yordam beradi. Ammo pornografiya bunday bo'ronlarga duch kelmasligingiz haqidagi yolg'onlar bilan sizni o'ziga rom etadi. Qolaversa u sizga lazzat va qochib qutulishni va'da qiladi. Pornografiyada siz chiroyli, jasur, yolg'iz, ammo qoniqishga chanqoq, umuman rafiqangizga o'xshamagan ayollarni ko'rasiz. Pornografiyada siz g'amxo'r, romantik, sizni rom etish uchun har qanday sinovlarga tayyor, umuman eringizga o'xshamagan erkaklarni ko'rasiz. Ammo pornografiya soddaroq qilib aytganda sizni mavjud bo'lmagan olamga jalb qiladi. Bu paytda turmush o'rtog'ingiz haqiqiy hayotda yashashda davom etadi. Siz fantaziyaga ko'proq berilganingiz sari undan uzoqlashayotganingizni ko'proq his qiladi. Turmush o'rtog'ingiz nimalar bo'layotganini bilmasligi mumkin. Navbatdagi jazman sizni o'ziga rom qilayotganini sezmasligi mumkin. Lekin turmush o'rtog'ingiz jismonan uning yonida bo'lsangiz ham, xayolan juda uzoqda ekaningizni his qiladi. Agar farzandlaringiz bo'lsa, ular ham sizni oiladan uzoqlashayotganingizni sezishadi. Ular sizni bu yo'ldan qaytarishga harakat qilganlarida siz bundan xafa bo'lishingiz mumkin. Hamma sizga asossiz talab qo'yayotgandek tuyulishi mumkin. Bu esa sizni fantaziya olamiga yanada chuqurroq sho'ng'ishga undaydi. Achchiq haqiqat shundaki, turmush o'rtog'ingiz va farzandlaringiz sizdan hayotingizni boyitadigan, haqiqiy tirik munosabatlarga qaytishingizni so'rashmoqda. Ammo pornografiyaga ko'proq berilganingiz sayin ularning haqiqiy hayotga qaytish haqidagi taklifini navbatdagi talab sifatida qabul qilasiz. Bu yerda o'zingizni ko'ryapsizmi? Alomatlarni sezyapsizmi? Yolg'izlik azobini his qilyapsizmi? Fojia shundaki, siz haqiqiy munosabatni xohlaysiz, lekin aslida undan qo'rqasiz va Xudo ato etgan juftingizdan o'zingizni olib qochasiz. Qilgan ishingizdan shunchalik uyalasizki, juftingizdan va oilangizdan yanada uzoqlashasiz. Chekayotgan azoblaringizga yanada ko'proq pornografiyaga berilish va fantaziyalar qilish bilan javob qaytarmang. To'xtang, og'riqlarga quloq tuting va sizni uyg'otish hamda o'ziga qaytarish uchun Xudo bu og'riqlardan qanday foydalanishi mumkinligi haqida o'ylab ko'ring. Zabur bastakori 118-Sano 67-oyatda shunday degan: Men azob tortganimdan oldin adashar edim. Endi esa so'zingga rioya qilyapman. Kutilmagan yoki o'zingiz sababchi bo'lgan azob Xudo sizni o'ziga qaytarish uchun foydalanadigan imkoniyatdir. Bu kurash shiddatli bo'ladi.
yanada ko'proq azoblanishingiz uchun fantaziya o'zingiz sabab bo'lgan azoblardan foydalanadi. Lekin bu azoblar sizni Xudoga yaqinlashtirishiga imkon bersangiz, Xudoga to'liq bog'liqlik bilan o'zgargan yangi haqiqat tomon safar qilasiz. 4-yo'l. Pornografiya jinsiy aloqani majburiyatga aylantirishi mumkin. Pornografiya o'rganib qolish, qul bo'lish demakdir. Yuhanna xabarning 8-bob 34-oyatida Iso shunday degan: Gunoh qiladigan har bir kishi gunohning qulidir. Avvaliga bunday tuyulmasligi mumkin va sizda muammo borligini rad etishingiz mumkin. Biroq pornografiya tomosha qilishda davom etsangiz, buni ba'zida yoki muntazam ravishda qilishingizdan qat'iy nazar, pornografiya hayotingizda majburlovchi kuchga aylanib qolishidan qochib qutula olmaysiz. Ba'zida pornografiya tomosha qilishning zarari yo'q deb o'ylamang. Agar siz ba'zida spirtli ichimlik iste'mol qilib tursangiz, har kuni ichmaganingiz uchun spirtli ichimliklar bilan muammoingiz yo'qligini ta'kidlash ahmoqona izoh bo'lar edi. Pornografiya bilan ham shunday. Ba'zida pornografiya tomosha qilish baribir o'z jozibadorligidan xudbinlarcha foydalanayotganingizni anglatadi. Bu esa Xudoga va turmush o'rtog'ingizga qarshi gunohdir. Pornografiya tomosha qilish odatingiz hayotingizda birinchi o'rinda turmasligi mumkin. Lekin ongingizga va qalbingizga kutilmagan va sezilmas yo'llar bilan ta'sir qiladigan haqiqiy hayotdan qochish bilan teng. Ba'zida pornografiya tomosha qiladigan, bu jiddiy muammo emas deb o'ylaydiganlar shahvat haqida Iso nima deganini bilishlari kerak. Isoning aytishicha, jinsiy gunoh shunchaki jismoniy amal emas, balki insonning qalbida sodir bo'ladigan amaldir. Bu haqda Matto xabarning 5-bob 27-28-oyatlarida shunday deyilgan: Sizlar qadimgilarga zino qilma deyilganini eshitgansizlar. Ammo men sizlarga aytaman, kim ayolga hirs bilan qarasa, allaqachon u bilan yuragida zino qilgan bo'ladi. Shahvoniy nafs sizniki bo'lmagan narsa yoki kimsaga egalik qilishni qattiq xohlashdir. Shahvoniy nafs chegaradan, ya'ni Xudo belgilagan chegaradan chiqish yoki muvozanatdan chetga chiqadigan istakdir, ya'ni e'tiboringizni tortadigan but. Jismoniy xatti-harakatdan iborat bo'ladimi yoki yo'qmi, shahvoniy nafs Isoning nazarida og'ir gunohdir. Solih munosabatlar uchun Iso yuqori me'yor o'rnatgan bo'lib, har qanday kishi bir marta bo'lsa ham bu me'yorni buzadi. Isoning so'zlariga e'tibor qaratishning bir yo'li ularga ikkinchi buyuk topshiriq nuri orqali qarashdir. Ya'ni o'z yaqiningni o'zingni sevgandek sevgin. Iso bizni yo'limizda uchragan har bir kishiga sevgi ko'rsatishga da'vat qilgan. Bu sevgi fidokorona sevgi bo'lib, hurmat e'tiborga asoslangandir. Shahvoniy nafs esa aksincha faqat olishdan iborat. Ya'ni ikkinchi tomon nimani xohlashidan qat'iy nazar o'z istagingizni olishdan iborat. Shahvoniy nafs boshqa insonning insoniyligiga qarshi jinoyatdir. Hatto biron inson shahvoniy nafsga xuddi shunday nafs bilan javob qaytarsa ham, bu sevgi Xudo belgilagan me'yorlarga asoslanmaydi. Bu shunchaki ikki insonning o'z xudbin ehtiroslarini qondirish uchun bir-biridan foydalanishi xolos. Biz boshqa inson bilan mustahkamlanib boradigan, samimiy, o'zaro chuqurlashib boradigan mehr-muhabbatli munosabatlar uchun yaratilganmiz va bu sevgi barchamizning kuchli istagimizdir. Bu ayniqsa turmushda bo'lishi lozim. Fantaziyalar hamda pornografiya sizning bunday munosabatga bo'lgan istagingizni hech qachon qondirmaydi, lekin turmushingizni bemalol buza oladi. Ammo ayrim odamlar vaqti bilan pornografiya tomosha qilish orqali unga o'rganib qoladilar. Pornografiya bir qator noqonuniy giyohvand moddalar kabi ta'sir qiladi. Qanchalik berilib ketsangiz, shunchalik kam foyda olasiz degan qonun bor. Avvallari yoqimli bo'lgan narsa zerikarli amalga aylanadi.
Suratlarni tomosha qilish asta-sekin kuchliroq narsaga, masalan, kiber jinsiy aloqaga o'z o'rnini bo'shatib beradi. Onlayn pornografiya ayrim odamlarni haqiqiy jismoniy aloqalarga, anonim jinsiy aloqaga yoki fohishalar bilan jinsiy aloqa qilishga yetaklaydi. Bu tizim qanday ishlashi ma'lum. Qoniqish pasaygan sari qaramlik insonni doim yanada kuchli tajribalarni qidirishga majbur qiladi. Ozodlik va yangi haqiqat sari qadam tashlang. O'zingiz yoki turmush o'rtog'ingiz bu tuzoqqa tushib qolgan bo'lsa, undan chiqish yo'li bor. Mattoh xabari 11-bob 27-oyatdan 30-oyatgacha Iso shunday deydi: Ey og'ir mehnat zahmatini chekayotgan va og'ir yuk ostida qiynalgan hamma odamlar, mening oldimga kelinglar. Men sizlarga orom beraman. Mening bo'yinturug'imni o'z ustingizga olinglar va mendan o'rganinglar. Chunki men kamtarin hamda bo'ysunuvchan yurakka egaman. Shunda o'z joningizga taskin topasizlar. Chunki mening bo'yinturug'im ezgulik va men bergan yuk yengildir. Gunohga qarshi kurashganda Isoga murojaat qilsangiz, u sizga orom beradi. Undan haqiqiy hayotda qanday yashash kerakligini o'rganar ekansiz, uning quvonchini, hatto hayot olib keladigan bo'ronlarda ham sizni tark etmaydigan quvonchini his qilishni boshlaysiz. Masihga yuz burish chindan o'zgarishingiz uchun umid ham beradi. Quyida o'zgarish uchun bir nechta amaliy strategiya berilgan. Birinchi strategiya: zararlarni mardonavor qarshi oling va yaxshiroq narsalarga umid qiling. Ushbu kitobcha pornografiya hamda jinsiy fantaziyalar haqiqiy munosabatlarni qanday barbod qilishini ta'kidlaydi. Agar siz umidsizlikdan hamda kurashlardan qochish uchun pornografiyadan foydalanishda va fantaziyalarga berilishda davom etsangiz, turmushingizning kelajagi yo'qligini tushunishingiz kerak. Agar pornografiya sizga o'z hukmini o'tkazishiga yo'l qo'ysangiz, kelajagingizni xavf ostiga qo'ygan bo'lasiz. Pornografiya keltirgan zararlarga tik qarang, keyin yaxshiroq narsalarga umid qiling. Sulaymonning hikmatlar kitobining 5-bobida o'g'liga donolik taklif qilgan otaning nasihatlari bayon etilgan. U o'g'liga uning xotini bo'lmagan ayolning, ya'ni buzuq ayolning jinsiy aloqaga taklif qilishi, uni junbushga keltirishi, ehtirosini uyg'otishi mumkin. Ammo bunday munosabat umidsizlikka va buzuqlikka olib kelishini aytadi. U turmushdan tashqaridagi jinsiy aloqa noto'g'ri ekanini shunchaki aytmayapti. Aksincha, agar o'g'li shu yo'ldan yursa, sodir bo'ladigan shaxsiy, ijtimoiy va oilaviy halokatni yaqqol tasvirlamoqda. Sulaymonning hikmatlari kitobi 5-bob 1-dan 11-gacha bo'lgan oyatlarda quyidagi so'zlar bitilgan. O'g'lim, mening donoligimga diqqat qil va mening aqlimga quloq tut, toki mulohazalilikka amal qilgin va og'zing bilimni saqlasin. Zero begona xotinning lablaridan bol tomadi va uning so'zlari moydan ko'ra silliqdir. Ammo uning oxirati achchiq o'tdek achchiqdir, dudama qilichdek o'tkirdir. Uning oyoqlari o'limga tushib boradi, qadamlari do'zaxga yetib boradi. Agar sen uning hayot yo'llarini ko'zdan kechirmoqchi bo'lsang, mana uning yo'llari beqaror va sen ularni bila olmaysan. Shunday qilib, o'g'illarim, menga quloq tutinglar va mening og'zimning so'zlaridan yiroqlashmanglar. O'z yo'lingni begona xotindan yiroq tut va uning hovlisining eshigiga yaqinlashma, toki o'z obro'-izzatingni o'zgalarga va umr yillaringni beshafqatga bermagin. Toki begonalar sening quvvatingdan to'ymasin va sening mehnating begona uy uchun bo'lmasin. Tanang va vujuding ozib to'ziganidan so'ng sen ingrab qolasan. Pornografiyaga berilish buzuq ayolning ortidan quvishga o'xshaydi. Tasvir va fantaziya munosabatlarning jozibasi kuchli bo'lishi mumkin. Biz bu vasvasalar qarshisida ojizmiz. Chunki bizning gunohkor yuraklarimiz osongina asirga aylanadi,
Qolaversa, biz doimo bizni vasvasaga solishning yangi yo'llarini o'ylab topadigan gunohkor dunyoda yashaymiz. Tasvirlarni izlash yoki ko'ngildagidek munosabatni topish umidida internetni kovlashtirish uning hovlisining eshigiga yaqinlashishdan farq qilmaydi. Uning hovlisining eshigiga yaqinlashish hamda pornografiya va fantaziyalarga yanada ko'proq berilish oxir oqibatda tuzoqqa tushib qolishingizni anglatadi. Haqiqatdan qochish va fantaziyalarga berilish istagi kuchayadi. Haqiqiy insonlardan qochib, onlayn faoliyatlarga vaqtingizni va g'ayratingizni ko'proq sarflaganingiz sayin siz o'z obro'yingiz va kuchingizni begonalarga bergan bo'lasiz. Ammo vaqt o'tib, pornografiyadagi buzuq ayol achchiq va halokatli bo'ladi. Sulaymonning hikmatlar kitobida tilga olingan ota o'g'liga bunday amallar keltirishi mumkin bo'lgan zararlarni shunchaki tasvirlab berish bilan kifoyalanmadi. Qolaversa, u o'g'liga o'z xotini bilan bo'lgan haqiqiy munosabat yoqimli va qoniqarli bo'lishini aytib, unga umid berdi. U er-xotin o'rtasidagi yaqinlikning go'zalligi va kuchini yorqin ifodalar bilan tasvirladi. Buzuq ayol va xotin o'rtasidagi farq: agar o'g'il haqiqiy va asosiy narsalardan ko'ra fantaziyalarni afzal ko'rsa, nimalarni yo'qotishi mumkinligini tushuntirish uchun tasvirlangan. Bularni biz Sulaymon hikmatlari kitobi 5-bob 15-19 oyatlarda ko'rishimiz mumkin. O'z suv havzangning suvidan va o'z qudug'ingdan oqadigan suvdan ichgin. Manbalaring ko'chalarda, suv oqimlaring maydonlarda to'kilmasin. Ular begonalarga emas, faqat o'zingga tegishli bo'lsin. Sening bulog'ing duoi barakatli bo'lsin va yoshligingdagi xotining bilan quvongin. U sen uchun sevimli kiyik, jozibali ohu bo'lsin. Uning ko'ksi seni hamma vaqt qondirsin. Uning muhabbati seni doimo maftun qilsin. Turmushingiz uchun Xudoning irodasini qabul qilganingizda, qalbingizni Xudoga va u bergan narsalarga qarating. Xudbin istaklar orqali his qilishingiz mumkin bo'lgan narsalarga umid qilish o'rniga, Xudo sizga ato qilgan turmush o'rtoq haqiqiy yaqinlikni his qilishingiz mumkin bo'lgan inson ekanini ko'rsatishi uchun Xudoga imkon bering. Pornografiya hamda fantaziyalardan voz kechish Xudo bilan munosabatingizni ham mustahkamlaydi. Chunki siz Xudoga ishonishni va unga ergashishni o'rganyapsiz. Ikkinchi strategiya: haqiqat tomon choping. Haqiqat hayot kechirish uchun shunchaki tamoyillar to'plami emas. Haqiqat bizni sevadigan va o'zi bilan munosabat qurishga da'vat etadigan shaxsdir. Pornografiyadan yuz o'girish yo'li Iso Masihga murojaat qilish, undan kechirim so'rash hamda o'zgarish uchun undan yordam so'rashdan boshlanadi. Aybingiz va sharmandalik holatingiz qanchalik chuqur bo'lmasin, sizni kechirish va erkinlik berish uchun Iso undan ham pastroqqa tushgan. Paulusning Titusga yozgan maktubi 2-bob 11-12 oyatlarda quyidagi so'zlar bitilgan: Chunki hamma insonlarga najot beradigan Xudoning inoyati zohir bo'ldi. Bu inoyat esa shuni o'rgatadiki, biz betafiqlikni va dunyoviy hirslarni rad qilib, bu dunyoda iffatli, haq va xudojo'y hayot kechirishimiz kerak. Xudoning kechirimi buzilgan bu dunyoda to'g'ri hayot kechirishni o'rganish uchun asosdir. Halokatli yo'ldan chiqib, turmush o'rtog'ingiz, boshqa insonlar hamda Xudo bilan haqiqiy yaqinlik tomon olib boradigan yo'l ushbu tanish oyatlarda jamlangan. Bor yuraging bilan Rabbiga ishon va o'z aqlingga tayanma. Barcha yo'llaringda uni tanib bil va u sening qadamlaringni yo'naltiradi. Butun hayot, shu jumladan jinsiy aloqa ham qanday ishlashi kerakligi borasida Xudoning zakovatiga tayan. Jinsiy aloqani Xudo yaratgan va undan Xudoning maqsadiga ko'ra foydalanish eng ma'qul yo'ldir. Barcha gunohlar Xudo yaratgan narsalarni olib, ulardan o'zimizning xudbin maqsadlarimiz uchun o'zimizga ma'qul kelgan usulda foydalanishni o'z ichiga oladi. Xudo bilan qaytadan boshlang.
Xudoning o'zi hamda uning kalomi siz uchun yo'l ko'rsatuvchi bo'lsin. 3-strategiya. Ta'sirchan va ochiq bo'ling. Bu ahvolga tushishingizga o'zingiz sababchisiz, ammo o'z kuchingiz bilan bu ahvoldan chiqib keta olmaysiz. Pornografiya va fantaziyalar bilan bog'liq bo'lgan maxfiylik, sirlilik hamda yolg'onlar o'z o'rnini ochiqlik, samimiylik va shaffoflikka bo'shatib berishi lozim. Buni qilish oson bo'lmaydi, chunki siz yolg'on bilan yashashga o'rganib qolgansiz. Lekin buni uddalash mumkin. Kurashlaringiz haqida o'zingiz ishongan bir yoki ikkita do'stingizga, cho'poningizga yoki jamoat yetakchisiga ayting va o'zgarish uchun ulardan yordam oling. Xuddi siz kabi axloqiy qiyinchiliklar bilan kurashayotganlarni muqaddas kalom asosida qo'llab-quvvatlovchi guruh toping. Muhimi, sizga yelkadosh bo'ladigan hamda xushxabar haqiqatlarini hayotingizning mana shu sohasida amalda qo'llashingizda yordam beradigan insonni topishingiz kerak. Quyidagilar kabi savollar berish va ularga javob berishni o'rganishingiz lozim. Pornografiyadan foydalanishim, o'zim istagan hayotni topish hamda o'zim istagan ishlarni qilish uchun Xudodan yuz o'girganimni, unga ishonmaganimni, undan shubha qilganimni, unga qarshi isyon qilganimni va uning va'dalariga umid qilishdan voz kechganimni qanday aks ettiradi? Pornografiyadan foydalanishim, o'zim hali bilmagan narsalarni, mendagi xatolarni va buzilgan narsalarni hamda Iso tufayli Xudo men haqimda aytganlari haqiqat ekanini qanday ochib beradi? Masih orqali Xudo menga taklif qilayotgan kechirim va poklanishga hayotimning har bir kunida qanday suyanishim mumkin? Qanday qilib men o'zimni Xudoning farzandi sifatida qabul qila olaman va pornografiya bilan kurashib yashashni hamda turmush o'rtog'im bilan munosabatni qayta tiklashga harakat qilib yashashni qanday o'rganaman? O'zgarish jarayoni sust va qiyin bo'lib tuyulgan paytda xushxabar qanday qilib meni vasvasadan yuz o'girishga undaydi? Pornografiya va fantaziyalarga qaramlikdan qutulib, Xudoning inoyati bo'yicha yashashni o'rganayotganingizda, siz bilan birga sabr qila oladigan odamni toping. E'tirof etish, ibodat qilish hamda kalom o'rganish uchun o'sha odam bilan muntazam ravishda uchrashib turing. Bir zumda muvaffaqiyatga erishaman deb o'ylamang. Doimiy ravishda pornografiya va fantaziyalarga berilish odatini yengish uchun vaqt, harakat va Xudoning inoyati kerak bo'ladi. Ayb ustida qo'lga tushgan yoki tushmaganligingizdan qat'iy nazar, turmush o'rtog'ingizga nisbatan rostgo'y bo'lishingiz lozim. Haqiqiy yaqin munosabatlar hech qachon yolg'on asosida qurilmaydi, hatto arzimagan yolg'on bo'lsa ham. Boshida do'stingizga yoki cho'poningizga ko'nglingizdagi gaplarni aytishni va birinchi o'rinda ayrim muammolarni o'sha inson bilan birgalikda hal qilishni xohlashingiz mumkin. Lekin nima bo'lganda ham turmush o'rtog'ingizga nisbatan rostgo'y bo'lishingiz hamda erkinlikka chiqishga intilish bilan birga turmush o'rtog'ingizga nisbatan rostgo'y bo'lib qolishni o'rganishingiz kerak. Vaqti kelib oilaviy ishlar bo'yicha maslahatchining huzuriga borish har ikkingiz uchun foydali va zarur bo'lishi mumkin. Pornografiyadan foydalanishning zarari munosabatlaringizdagi boshqa masalalar va kurashlar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, bu muammolarni yengish uchun ikkingiz ham sabrli va qat'iyatli bo'lishingizga to'g'ri keladi. Ushbu kitobcha O'zgarish yo'li pornografiya va fantaziyalar sizga hamda boshqalarga keltirgan zararni o'rganishni o'z ichiga oladi degan so'zlar bilan boshlanadi. Ammo o'zingizni tekshirish bilan cheklanib qolishingiz kerak emas. Xudo sizning hayotingiz va turmushingiz uchun pornografiya bera oladiganidan ham ko'proq narsalar taqdim etganiga ishonishingiz lozim. Haqiqiy munosabatlar turmush o'rtog'ingiz uchun vaqtingizni va yuragingizni bag'ishlashga arziydi. Hatto o'ta qiyin davrni boshdan kechirayotgan bo'lsangiz ham, haqiqiy munosabatlar uchun vaqtingiz va qalbingizni bag'ishlash arzigulik ishdir.
Iso Masih oramizda yashash uchun bu olamga inson bo'lib kelganida, u bizning tanamiz va munosabatlarimizning qadri qanchalik baland ekanini ko'rsatdi. Masih xochda qurbon bo'lish orqali bizning gunohlarimiz uchun yakuniy to'lov to'ladi. Uning biz uchun qilgan najot ishi hayotimizdagi hamda munosabatlarimizdagi parokandaliklarni tuzata oladi. Iso bizni gunoh qulligidan va uning halokatli oqibatlaridan xalos qildi. Iso sizni oldinda turgan erkinlik sayohatida o'ziga qo'shilishga chaqiradi.